Assalomu alaykum. Kista homila bo'lishiga to'sqinlik qiladimi? Albatta yo'q. Mening shuncha yillik ish faoliyatimda kista bilan homilador bo'lgan ayollarim juda ham ko'p. Kistalar har xil turda bo'ladi. Endometrioidni, dermoidni, musinozli, serozli, gormonal buzilish natijasida kelib chiqadigan kistalar ham bo'ladi. Biza agar bemorga to'g'ri tashxis qo'yib, uni to'g'ri davolasak, uni sababini bilsak, albatta operatsiyasiz oldini olib, homilador bo'lishi imkoniyati yuqori. Tajribamga asoslanib shuni ayta olamanki, endometrioid kista bo'lgan paytlarda bemorlarim homilador bo'lgan, yaxshi ko'tarishgan va sog'lom farzand dunyoga keltirishgan. Aziz ayollar, agar sizda tuxumdon kistasi qaytalanuvchi bo'lsa, albatta shoshilmay chirurgga borib, uni operatsiya qilishga. Avvalambor uni sababini topib, kista nimadan kelib chiqqanini bilib, u qanday kistaligini bilgan holda to'g'ri davolansa, albatta siz homilador bo'lasiz.